Sizlar shu turli kasb egalari bilan gaplashinglarda muammolarni aytadi. Mansabingiz bilan qo'rqitdingiz, quvvatingiz bilan qo'rqitdingiz. Agar shunaqa qilib kimnidir haqqini yeb, bermasdan chiqib ketgan bo'lsangiz, ustalarni uydan chiqarib yuborayotganlarni ko'p eshitamiz. Usta zo'r qilgan ishdi. Endi pulni olishga kelganda mana qilsan, nagili bermay qo'yganlar bor ekan. O'sha o'zi yurtda ishlayotgan, bizdan borib ish prorablik qilayotgan odam 3-4 ta bolalarni olib kelgan, ishlatgan. Katta ob'yomdagi ishni olgan, endi qilgandan keyin bolalarga to'laydigan pul katta bo'lib ketgan. Bermagan, uni bahona qilib. Qarg'ab kelishgan, uying kuysin deb. Uy kuyib ketdi. Shu bilan qutulgan bo'lsa, ularning haqqidan oson qutulibdi. Chunki tikkalab olish mumkin uyda. Agar oxiratga qolib qolgan bo'lsa-chi? Shuning uchun uyda usta ishlayotgan boyvachchalar, odam ishlatayotgan prorablar qilayotgan ishini haqqini beringlar. U sho'ring qurgur haligi mazlumlarchi, ilmsiz, savodsiz bo'lgancha so'kinib chiqib ketadi. Seni Allohga qo'ydik desin-da, tomon bo'ladi.